11-qism. Yangi kelgan xizmatdosh. Tormoz ishlanmay, mashina suv ombor tarafga qarab etildi. Eng qo'rqinchligi, hatto rolmi ishlanmadi. Bu men mushu yoshga kirguncha eng qo'rqqan va bechora qolgan vaqtim. Tormozni dassab to'xtamasdan rolni burdim. Lekin bu avtobus xuddi o'zining o'yibodek suv omboriga qarab etildi. Avtobus ichidagilar benormallikni bayqab, g'ulg'uli qilishga boshladi. Yoshroq qizlar yig'lab, zil ovozi cho'shqi o'ltirgandan bakrak chiqdi. Amaliyotda boya tormoz tutmay rol ishlanmagan shu paytda avtobusdan qochib chiqib ketishni o'yladim. Bugun havo ajoyib issiq. Yenimdagi deriza butunlay ochiq bo'lib, xohlasamla avtobus suv omboriga kirishdan burun sakrab qochsam bo'ladi. Lekin bu xiyol kallamda paydo bo'lgan vaqti bir sekundga bo'lmaydi. Garchi men xalq bilan jiq orlishishni yoqtirib ketmasam-mu, lekin mijozim aski emas. Mushundaq vaqt ichida shofir qochib ketsa, mashinadagi odamlar cho'qim o'lib ketadi. Aeroplan boshlig'i majburiy qo'ngan vaqtida-mu, eng oxirida ayriladi. Kapitan dengizda talafotga uchraganda-mu, eng oxirida ayriladi. Men garchi kichikina avtobus shofiri, biror boshliq hisoblanmasam-mu, boshqalar ko'zga ilmasim, madaniyatsiz deb tillisim, lekin bunchalik odamiylik, vijdon va mas'uliyatchanlik menda bor. Suv ombori tashlanib qolg'ili uzun yil bo'lg'ashqa, faqat atrofga belgi uchunla bir necha yog'och qo'ziq qilgan edi. Agar mashina suv tushib ketsa, tugishimiz aniq. Avtobus yog'och qo'ziqni dassab, beshi suv omboriga kirib ketay deganda, tuyuqsizda keyin tarafdan kelgan g'oyat zo'r tortish kuchini his qildi. G'oyibdan kelgan kuch avtobusni kuchab tutib olg'ashqa, mashina ichidagi odamlar inersiya sababidan oldiga santurilib, yiqilib, ko'pinchisi yaralandi. Lekin baxtga yarasha avtobusning beshi suv omboriga 20 metr mukammaydigan yerda to'xtadi. Rolni tutgan qo'lim titrab, yuragim qattiq so'qib ketyapti. O'lmadimmi? Birdan turib olib, mashinaning to'xtaganligini jazmlashtirgandan keyin butun kuchim bilan tormozni ching dassam, mashinaning eshigini ochib, kaynidagilarga varqirdim. Mashinadan tushinglar. Herkes qistashmanglar. Bir-birlab oldirmay tushinglar. Ular mashina eshigi ochilganligini ko'rib, gapimni anglamdi deysizlar. Sarang bo'lgandek mashina eshigiga qistilib, avtobusni qattiq silkibdi. Cho'chib, yuragim eg'izimga qopsilib qoldi. Vaqirab, ularni to'sib olay dedim-yu, lekin bakli jiddiylashib ketgachga ovozimni chiqarolmadim. Eng oxirgi birsi mashinadan bexatar ayrilgandan keyin yuragim joyiga tushdi. Tormozni dassab turgan putum to'xtamasdan titrab, uning ustiga ko'yishib, hech qanday sezim qolmagan edi. Putumni oldirmay tatib baqdim. Mashinada boshqa g'ayrilik yo'qligini bayqab, avaylig'inimcha o'rindiqdan o'milab tushdim. To'g'ri, o'milab. Hozir menda hech qanday kuch qolmadi. O'milashdan boshqa amolim yo'q. Mashinadan chiqqandan keyin yerda o'ltirib qoldim. Odamlar burunli yo'lga qochib chiqqan bo'lib, o'diqqinicha suv ombori, mashina va menga qarab turishadi. Halbuki birasi kelib meni yo'lab qo'ymadi. Birasimi yo'q. Cho'nqur nafas ilib, daldan shiginimcha o'rnimdan turdim. Lavoga telefon qilsam, bu qo'rqinchli voqeani anglab, telefonning yana bir tarafida kekashlab ketdi. Bir soat saqlagandan keyin lavo odam boshlab kelib, mashina bilan meni so'rab ep ketishdi. Ikkinchi kuni Remot xonning avtobus tekshirish qog'ozini ko'rib, hoshimdan ketgili tas qoldim. Hech qanday masala yo'q. Avtobus normal. Hech qanday bozilish yoki koshili yo'q. Alaqsadi bo'g'inimcha lavoning ishxonasiga chapdim. Lavo bir tal tamakini tutashtirib, g'amkin chiroyida menga tikildi. Leynam, o'ng'ishilib qoldingmi? Vaka. Beshimni asta lang'ishdim.
avtobusdagi yurtdoshlarga biror ish bo'lmaganda. Ha, hech yo'q. Azroq surkilib ketibdi. Odam o'lmagandan keyin hech yo'q deymizda. Lavu shundoq degandan keyin menga yaqin kelib to'van ovozda dedi. Enam, bu yerda yot odam yo'q. Menga rost gapni qil. Tunogin mashina haydaganda aroq ichdingmi? Voka. Achchiq kulib qo'ydim. Şirketga kelgili 1 yil bo'ldi. Siz mening qachon aroq ichib mashina haydaganimni ko'rgan. Uning ustiga haydaganim kechilik mashina tursa, menga jon kerak-da. Lavu anglab putini olmab o'ltirib, ustaldagi tekshirish qog'ozini oldiga itirib qo'ydi. Sana dedim-ku, mashinada boshqa chatoq yo'q. Leo ustam tekshirib baktı. Atayin 2 odamni almashtirib, hatta o'rindiqning ostidan tortib tekshirdi. Hech qanday masala chiqmadi. Gap qilmaganligimni ko'rib, Lavu ufsinib qo'ydi. Enam, sen atrtimizdagi eng yavash odam. Seni menmi yoqtiraman. Lekin sana ishonsam-mu, bu mashinada hech qanday masala yo'q turib, suv omborga mangan tursa, yuqoriga yozdigan dokladga nima deyman, ha? Hozir Lavu bilan dokladni qanday yozish to'g'risida paranglashquda kayfiyatim yo'q. Ko'nglimda faqat tezroq Lyoyinbo ustozning yiniga borsam keldi deyman. Tunogin kashti ishdan tushib ko'rishdiganga deyishib qo'ygan. Lekin bu ish chiqib vaqt o'tib ketdi. Bir qarorga keldim. Barliq besotimni setivassam-mu, hatto kosturimni setivassam-mu rozi. Bu ishni endi qilmayman. Bu oxirgi avtobusning qo'rqinchligini cho'nqur his qildim. Tasavvurimdagidanmi o'ta yomonkan. Chunki bu qitim men rostli o'limning hidini aniq purdim. Lavu ko'nglimning joyida emasligini ko'rib, bu o'lgur deb eg'izini buzgandan keyin yana qo'lini pulanshitib qo'ydi. Bo'ldi, qaytib ketdi. Bir necha kun oromingni elib ol. Bugun tushdan keyinla sirtdan shopur taklif qilaman. Qaytib ketgandan keyin hech nima qilmay uxlab ol. Bildingmi? Gap qilmay ishxonadan chiqib ketdim. Eshik oldida Lyoshin bilan Bodak uchrab qoldi. Bodak meni ko'rib, muramdan quchoqlaganicha anslab so'radi. Ne bo'ldi, Lyoka? Ha? O'ngsom tunogin tosqabsana suv omboriga kirib ketgili. Tunogin Bodakka 500 yuan qizil bo'loq berganda tezli men bilan bir oylik ishtirdek bo'lib ketgan edi. Hech qisi yo'q. Yo'l yaxshi emaskan shu. To'van ovozda shundoq javob qaytardi. Bodak yana gap qilmoqchi bo'lib edi, uning qo'lini muramdan elib etib o'dilmadi. Hozir menga hech kimning kuyinishi kerak emas. Tunogin o'lmaginim, buningdan keyin uzun umr ko'rdiganligimdan derak bermaydi. Lyoyin bu ustozni 1 minut ko'rmasam, ko'nglim 1 sekundmi amin topmaydi. Xo'ygan yo'li 2386-numar. Yana bir qitim bu yerga kelganda yanili shundoq taqazza bo'ldi. Bu yer yanili burunqidek. Abjig'i chiqib ketgan bino, qop-qora bo'lib ketgan tomla. Yana ilqi qarg'u bo'vay. Bo'vay 20 oy ilgari men kelgandigiga o'xshash darvoza oldida yalpiguchini yalpib o'ltiradi. Uning ko'zini ochgandagi qo'rqinchli holatini bilgashga beshimni sangilitib, uning diqqatini qo'zg'ab qo'ymaslik uchun asta qadamlar bilan maqdim. Ammo darvozadan kirmay turib, kaynimdan birsining varqirgan ovozi anglandi. Hay, siz oldingi qitim kelib Lyochinjoni izlagan enamg'u? Chaqirg'ini boshqa odam emas. Dal oldingi qitim Lyochinjoni xato izlaganda yo'l boshlagan Achash edi. Acha, men shu. Ammo bu qitim uni izlab kelmadim. Uning gap qilishini saqlamayla beshimni sangiltib kirib ketdim. Achashning gapi tugimagandek qiladi. Lekin
tez qadamlar bilan bino ichiga kirdim. U qarmoqqa Liu Jinju bilan intayin tonish, lekin Liu Jinju 10 yil ilgari bu binoda ko'yib o'libdi ekan. Undaqda bu ochash nimaga hisob? 3-qavatga chiqib Liu Yinbo ustozni izladim. Lekin mayli eshikni qanchalik urib varqirgan bo'lsam-mu, hech qanday ovoz anglanmadi. Ustoz bilan 15-yaslar tushdan keyin ko'rishadigan bo'lgan. Lekin tunogin kashdagi voqeadan keyin putim bo'shib, mang'anmay qoldim. Mayli qandaqli bo'lsin, ko'rishishga kammiginimman. Bu chaqda ustozning uyda bo'lmasligimi normal. Binodan chiqqandan keyin o'ylamagan yerdan ochash yanali eshik oldida saqlab turgan bo'lib, meni ko'rib, tez-tez qadamlar bilan yugurib kelib kuldi. Hey, inim, bak aldirashmaqdi ekansiz. Gapim tugmay turibla yo'qab ketdingiz. Uning meni saqlaydiganligini o'ylamag'achqa gumon nazarida qaradim. Bu ochash, ya'ni eg'iz ochdi. Liu Jinju bugun eshikdan chiqish oldida sizning keladiganligingizni aytib, menga bir gapni yetkazib qo'yishni aytgan. Anglab turib qoldim. O sizga meni bugun keladi dedimi? Shundoq. U sizga bir jumla so'zni aytib qo'yishimni topiladi. Eshikni cheksa, hargiz ochmang. Eshikni cheksa, hargiz ochmang? Yana bir qitim takrorlab, gumon nazarida ochashga qaradim. Ochash boshqa gap qilmay, menga kulib qo'yib, yondagi qarg'u bovoyning yiniga ketdi. Qaytish yo'lida izchil o'ylashib maqdim. Oldingi qitim kelganda Liu Jinju menga odam ko'p bo'lsa hargiz bosma degan. Halbuki tunogin ish chiqqanda odam eng ko'p vaqt. Bu tasoddifilikmi? Shirkatga kelganda Lavvu menga telefon qilib, sirtdan taklif qilgan shofirning kashti keladiganligini, uning ustiga men bilan birga turishga o'rinlashtirilganligini aytdi. Bundaq jonni oladigan ishqa boshqa begunoh odamning chetlib qilishini xohlamag'achqa Lavvuning gapini rad qilib etdim. Lekin Lavvu bir qarorga kelgachga nimali desammi anglamay, bu odamning men bilan olmishib ishlaydiganligini ching turdi. Oxirida meni yangi xizmatdashga o'rin tayyorlashni topilib, telefonni qo'yib etdi. Kech soat 7 bo'lganda yotoqqa rastli yangi birisi keldi. Bu odam 1 metr 60 necha keladigan, lekin gaz to'ngidek semiz odamkan. Ammo mashinadagi hiligar bodakka o'xshamaydigini. Bu odam qarmoqqa mehribon, kulibli turdigan. Bir qarasla yomon g'arzi yo'q, yuvosh odamdek qiladi. Bu pakar bodak kirib, mening karvatda yotganligimni ko'rib, odul kelib men bilan qo'l ilishib ko'rishdi. Yaxshimi og'ayna? Sen Liyao'dayman ha? Men sen bilan olmishib ishlaydigan shofir. Ismim Luyi. Men texi inkas qilinmay turib, qo'limni tutib bo'ldi. Tezlikda qo'limni tortib olib, so'g'uq ohangda dedim. Nadin kelgan bo'lsang shu yerga ket. Bu 13-yo'lni sen haydayamaysan. Og'ina Luyi'ning so'g'uq chiroyimni ko'rib, o'ng'aysizlanganidan kulib qo'ydi. Haydayalayman. 5 yil taksi haydabdiman. 5 yil yuk mashinasi haydadim. Bu qitim 5 yil avtobus haydashib keldim. Bu bodakning bunda qiladiganligini o'ylamag'achqa, uning bilan ko'rim bo'lmadi. Soatga qarasam, kech bo'pti. Shuning bilan kiyimimni almashtirib, Liu Yinbo ustozning yeniga keldim. O'ylamag'an yerdan Liu Yinbo ustoz yanali uyda emaskan. Eshik oldida titildab saqlayotganda burnimga so'z sesiq puroq urildi. Atrofni izlab baqsam, bu sesiq puroq beligimdagi qo'l zanjiridan chiqib etibdi. Qo'l zanjirini ilib, sinchilab qarasam, marvoyit yanala chilon rangida. Lekin g'alit yeri ilgirgidek qattiq emas. Hozir yumshab tutib qo'ysamla o'yman bo'lib qoldi. Yonfunimning chirig'ini yiqib qarabla butun badanimdan so'g'uq dar chiqib ketdi. Bu qo'l zanjiri chirishga boshlabdi. Inim qilgan chaqchaq esimga keldi. Odamning ko'z qarchig'i havoda saqlanish vaqti dal yerim oy. Cho'nqur nafas ilib, o'zimni tinchlantirmoqchi bo'ldim. Ondan qo'l zanjirini yonchug'imga silib, Liu ustozni ko'rganda so'rab baqmoqchi bo'ldim. Bu yerda kech soat 12 gacha saqlagan bo'lsam-mu qaytib kelmadi. Amalsiz shirkatga qaytdim.
Yotoqqa kirganda texi o'zimni xato kirib qoldimmikin debdiman. Yotoq pokiz tozlangan. Karvatlar rətlik yig'ishtirilgan. Yerda xohlagancha tashlangan axlatlar g'oyib bo'lgan edi. Hayronlikda turganimda Pakar Bodek ishdan kirib, meni ko'rib kulib ketdi. "Og'ina, qachon qaytib kelding? Ha? Men endi kelisham." "Ha. Hozir kech soat 1 bo'pti. Nima qilib kelding?" "Mashina haydab bo'lmamdi. Ha? Endi ishdan tushdim mana." "Nima? 13-yo'lni haydadingmi? Nima kelgan oshqa shu?" "Bu atrat boshlig'i tushdan keyin bergan." Bodek kulib beshini lingishdi. Sinib qo'ydim. Aslida o'zimning ishini hal qilib bo'lgandan keyin uni ketkizib o'tishni o'ylagan. Lekin o'ylamag'an yadin bu Bodek bugun kelibdi avtobusni haydabdi. Yanali kechikibdimi? Bugun avtobusga chiqqanlar ko'pmi? Bira g'alit ishga yo'liqmagansan? Hech qanday ish yo'q. Bu vaqtda yo'l marhaban. Lekin bugun birasimi avtobusga o'tirmadi. Bodek yejib shundoq dedi. Qaraganda tunji kundagi xizmati xeyli ko'ngillik bo'lgan o'xshaydi. Buni anglab ichimda o'hsinib qo'ydim. Tunilgin kechda bir mashina odamni haydab toz qolgan vaqa chiqqili. Bu ish Ko'lchak kentida tarqalib ketgachga bugun avtobusga chiqadigan odamlarning bo'lmasligimi normal. Bodek kiyimini almashtirib etib, tuyuqsizlar bir ishni esiga olgandek eg'iz ochdi. Haras, birmi odam yo'q emas. Qog'oz zavodida qaytayotganda amaliyotda yana bir yo'lovchi borligini bayqadim. Nimishqa qaytgan vaqtingda bayqadim? Baxanchaqda diqqat qilmabdiman. Qaytay deb tursam, u avtobusning derazasini chakdi. Qarasam bir mo'may ko'ktat sevetini avtobusda unutib qopdi. Buni anglab chiroyim o'zgarib ketdi. Chatoq. On ikkinchi qism. Qotillik. Luyixin chiroyimning o'zgarganligini ko'rib so'rdi. "Nim bo'ldi og'ina? Ha? Mo'may sevatni olgandan keyin sana bir narsa dedimi?" Ancha gap qilmadi. Qarasam toza yaxshi ma'amagan. Uni yo'lab mashinadan tushirib qo'ydim. Meni yaxshi odamkansiz deb maqtab qo'ydi shu. Nimaga xushal bo'lsa? Ha? Bu mo'mayning odam yoki jinligini bilmaydigansan? Bu Luyixin garchi sal hang vaqti bo'lsa-mu, lekin o'zi oq ko'ngil. Bundoq odamlar chang to'zandek jamiyatda buningga o'xshash yaxshi odamlar intayin oz uchraydi. Bugungi kunlikda u avtobusni haydab mo'mayg'imi uchrabdi. Asosiy jihatdan menga o'xshash. Bu 13-yo'l oxirgi avtobusi bilan bog'lanib qoldi degan gap. Menimcha, yaxshi fursat tepib, uning bilan tafsiliy paranglashmasam bo'lmoqdek. Atsi atdiganda Lavu topda uqtirish yo'llab bizning tarmoq bekitimiz shaharlik baholashda ilg'or kollektiv bo'lganligimiz, yana bir necha shopirlarning ilg'or shopir baholanib, har biriga 500 yuandan mukofot berganligini dedi. Bu uchirdan xushal bo'lib ketmadim. Mening kollektiv shon sharpiga qiziqmaydiganim emas. Balki ilg'or shopir bo'lganlarning hammasi yengil ish qildiganlar ekan. Men yerim kechida avtobus haydab, kunda jinimni tikib qo'yib, faqat gapim ko'p bo'lmag'achqila bunday sharaflarga noil bo'lolmadim. Bu dal jamiyatning yo'vash odamlarga qaytirgan javobi. Mukofotga erishgan ustamlar xushal bo'lib, to'p ichida xushomat qilishga boshladi. Yanilla bu aka yaxshi rahbarlik qildi. Bu sharafning yerimi mening, yerimi sizdan. Shahar bo'yicha ilg'or kollektiv har faslda bir qaytib bor. Vokining rahbarlik iqtidori rostli mayunikidan qilishmaydi jima. Mayunikidan qilishmaydi? Voy qanday qilay? Bu xushomatni anglab, kulib toz qoldim, uchugim uzilib ketgili. Kunda choy ichib, radio anglab yotadigan rahbar hozir Jungodagi boy bilan bir sapga chiqib qoldi. Lavu o'zimi ozroq o'ng'aysizlandi bo'lg'ay, oxiri xushomatlar orasida gap qo'shib qo'ydi. Voy, Lyoshan,
Bu gaping sal eshib ketdi juma. Moyim bilan qandoqmi silishtirg'il bo'lsin? Bu gapni anglab, Lavuning yuzi qilin emaskan deb tursam, o'ylamagan yerdan qo'shib qo'ydi. Ma'xuating bilan desan qomlashidi mana. Bo'ldilar. Bu yuzsizlardan yiroqroq turay. Yanfunni tashlab qo'yay deb tursam, topda birsi cho'ng yig'ilish o'tkazib, tabriklashni o'ttirg'a qo'ydi. Lavumu yeb ichishga amaroq odam. Shunga tezli ma'qul bo'lib, oxirida bugun kecha shirkatning qo'rosida kavob kechligi qilmoqchi bo'ldik. Ular bilan yeb ichishga ozroqmi qiziqmadim. Agar lavdan bu yerda bo'lib, jin bo'lmagan bo'lsa, yanali ilgirkidek akamdek bo'lsa, balkim yaxshi bo'ladi. Lekin hozir shirkatdagi bu bir to'p odamlarning orasida birmi do'stim yo'qkan desa. Tunagin yangi kelgan pakar bodek Luixin shirkatning mukofotiga erishib, ya'ni yig'ilish o'tkazmoqchi bo'lganligini ko'rib, menga kulib turib dedi. Oyna, bizning shirkat ajab qolishgan a. İlg'or kollektiv bo'pti. Bugun kashdagi yig'ilishda boshqalar bilanmi tanishib olay, ha? Luinam. Seni askartib qo'yay. Bizning shirkatdagilarning hammasi qiyriqoq boshlar. Ular seni setivasimi, o'zingni bilmay xushal qilib etadi juma. Og'ina, men yo toshqiylik bo'lmasam, meni setib nima qila, ha? Bu gapni anglab, bu soltakning soddiligini bilib, uningga ortiq gap qilishmi xo'sh yoqmay, karvetimni yig'ishtirdim. Aka, Luixin gap qilmaganimni ko'rib, karvetimni yig'ishtirishga yordamlashdi. Mayli qandoqli bo'lsin, ish qilib, sen menga xeyli yaxshi ko'rinding. Inkas bildirmaganligimni ko'rib, u yana qo'shib qo'ydi. Biz 6 bola, oldimda 7 ocham bor. Men 6-o'g'il. Kichigimdan tortib, atrofdagilar meni Shavliu deb chaqirib keldi. Sen meni shundoq chaqirsang bo'ladi, ha? O shundoq deb yejib ketdi. Men deb qo'yibla ortiq gap qilmadim. Buning dadisimi bechora ekan. 5 qiz tug'ib, oxir bir o'g'illik bo'ldi. Lekin bu aqliy qobiliyati yig'ishtirib bo'lgandan keyin Shavliu bilan oshxonaga qarab maqdiq. Shirkat qo'rosidan o'tganda ikki ustam cho'ng mis soatni ko'tarib xizmat binosiga kirib etibdi. Lavu bo'lsa yenida hejiyib buyruq qilib atadi. Birinchi qavatdagi zalni qo'yinglar, ha? Hey, taqas bo'linglar, ostroq oylanglar, ha? Bu cho'ng soat bir qimmat juma. Hey, bu aka, nereden topgan soat bu? Men Lavuning yeridan o'tkash so'rdim. Vay, biz ilg'or kollektiv bo'lib baholandik-ku, ha? Shaharlik ommaviy avtobus guruhi so'qibdi mendak. Oylanglar. Hey. Bir yerga tegib ketmasin. Oylanglar. Bu cho'ng mis soatga sinchilab qaradim. Bu bir qizil misli yasalgan soat bo'lib, Mingo davrinikidek qiladi. Ish qilib, bir qarmoq qila xeyli ko'ni narsigan. Hey, vaka. Ortiq o'ylamayli so'rabdimi? Bu mis soat shuncha ko'ni tursimi so'qibdimi? Uning ustiga soat so'qilish degan oxiratlikni uzitish degan gap-ku. Buning xanzuch yezilishi ashundaq. Toza yaxshi ish emas juma bu. Bu guruh nimani o'ylaydi-ki-na? Lavu bu gapni anglab chiroyi o'zgarib, menga olib qo'ydi. Hey, sen o'ldir gap qilishni bilasan yo'q, ha? Bu Jong Xeytini Jong Yu oxiri deb tushunishga bo'ladi. Meningcha boshliqning maqsadi biz oxiri ilg'or kollektiv bo'ldik. Intayin rozi demakchi. Lavuning bu gapi aniqli majburiy tushuntirish. Rahbarga eg'iziga tayinibli chiqqan. Uning bilan ortiq paranglashqim kelmay, beshimni langishitib qo'yib, Shavliu bilan oshxonaga mangdim. Oshxonada kashlik kavob bazmisiga qattiq tayyorlik boshlangan bo'lib, hamma oshpaz degudek kavob o'tkazib etibdi. Shavliu kavobni ko'rib, sho'lga eqib, meni ittirib qo'ydi. Og'ina, qancha botulka pivo chalaysan? 2 bos bo'ldi. 3 bos laylayman. Tamog'imni yegash shundoq dedim. 4 bosi yondirib bitaman. Og'ina, sen dombiloq emasma.
mantiqsini ajoyib ichdi deb tikaman. Cho'kini ilib atrofni ko'rsatgandan keyin to'van ovozda onunga dedi. Shaolyo, biz hozir yotoqdosh. Yana bir avtobusni olmish paydaydigan xizmatdosh. Ba'zi ishlarni sana demisam bo'lmaydi. Qani degina. Shaolyo kulkusini to'xtatib, astoydillik bilan beshini langshitdi. Biz haydagan bu 13-yo'l oxirgi avtobusi odatdagi odamlar haydaydigan mashina emas. Vaqa chiqqan. Yerim kechida avtobusga chiqqan yo'lovchilar bilan ko'rin bo'lmasin. Bo'libmi, sevitini unutib qolgan Mo'may bilan. Bu gapni qilib bo'lib, uni tushunmay qolmasin deb oldirmay dedim. Bu avtobusda vaqa chiqqan. Bularni tushunman. Shaolyo eg'iziga yo'g'on go'shtni silib, astoydillik bilan beshini langshitdi. Sanmo aniq debatma. Maqsadini tushundim. Kecha ismini haydash oson emas. Yo'lovchilarga gap qilish xatarlik. Ammo xotirjam bo'l. Menmi koni shopur. Texnikammi yaxshi, Bu gapni anglab, oldimdagi Shaolyodan baraqli umid o'sdim. Yashayotganimga 30 yil bo'pti. Bundaq dötdin shu birnili ko'ribdim. Tushlik tomoqdan keyin Shaolyo bilan ba'zi ish yo'q shopurlar kashlik yig'ilishga tayyorlik qildi. Necha kun Liu ustoz bilan ko'rishamay, ko'nglim izchil xotirjam emas. Bo'libmi, ustoz menga sovuq qilgan qo'l zanjiri nemishqikin chirishga boshladi. Kun o'ltirganda yana bir qitim Huayyan yo'li 2368-nomerga bordim. Yo'l bo'yi Liu Yunbo ustozning uyda bo'lishini tilab keldim. Kichik rayon oldidagi qarg'u bovoy yanili joyida o'ltiribdi. Faqat ochashni ko'rmadim. 3-qavatga chiqqanda Liu Yunbo ustoz eshik oldida turibdi ekan. Mening kaginimni ko'rib, Liu ustoz mehribonlik bilan kulib qo'ydi. 6-sazgum shuni aytdiki, qutuladigan bo'ldim. Uyga kirgandan keyin 15-yaslar kashdagi ishni uningga tafsili so'zlab berdim. Liu Yunbo uy ichida oldirmay mengib, gapimni anglab bo'lgandan keyin kulib qo'ydi. Bu ishing eg'irlashib ketibdi. Mashinada chatoq bo'lmasligi aniq. Bu degan suv ombiri ichidagi razilliklarning qilgan ishi. Ustoz, menga bir yo'l tepib bering. Amal qilib bering. Endi bu mashinani haydamay. Oldin qitim tos qoldim, jasadga aylanib gezgi chiqqili. Sana burildi degan. Bu avtobusni haydagandan tortib, osonlikcha qocholmaysan. Sana bergan qo'l zanjiri bu qitimliq baloyo ofatni to'sidi. Farzimcha, shuncha cho'ng ofatni to'sib olg'ashqa, bu qo'l zanjiri razillik tarafidan chiritildi-ku deyman. Yana bir qitim beshimni kuchab langshitdim. Aslida mundaq ishkanda. Bu qo'l zanjirining chirib ketishi ajablanarlik emaskan. Aslida meni qutuldirib olgandan keyin razillikni sumirib olibdi emasmi? Qo'l zanjirini Liu Yunbo ustozga berib ansirab so'rdim. Bu zanjir tugashdi. Endi qanday qilaman? Liu Yunbo anglab, oldin qitimqiga o'xshash burilib yotoqqa kirdi. Uzun o'tmay qon yo'qi oq lotini chiqarib menga berdi. Bu lotini 8-qavatdagi Liu Jinjoning eshigiga bog'lab qo'y. Liu Jinjo deganni anglab, kallam vingida qilib ketdi. Nima? Liu Jinjoning eshigiga? Hech yo'q. U uyda emas. Sen hozir 10 yil oldida suvda tunjuqib o'lgan jilla bilan haplashyapsan. Bu qayeri narsami? Dal 10 yil avval kuyib o'lgan jin. Men amal tepib, bu ikkisini tirgashtiradigan ishni qilay. Bundan keyin avtobus haydasang,
cho'ng chataq chiqmaydi. Bir dili tushunib beshimni langishitib, tishimni tishlaganimcha ustiga qarab maqdim. Liu Jinjuning uyiga bir qitim borgan. 8-qavatda. Eshik oldida xeylig'icha qo'l silishga petinlanmay turdim. Xuddi oldingi qitimdek eshik tuyuqsiz ochilib, meni tutib oladigandek qo'rqdim. Oduqqinimdan tükürgimni yutib, titrganimcha latini eshik tutquchiga bog'lagandan keyin eng tez suratda qochdim. Liu Yinbo ustozni qaytib ko'rib, qon latinimi bog'lab bo'lgandan keyin yuragim joyiga tushdi. Shunga Lavuning rad qilishiga qaramay, naq vaqtida avtobusni haydab mangdim. Garchi su ombordan o'tganda yanada qo'rqqan bo'lsam-mu, lekin omon eson berib kelib oldim. Oldingi kuni oqshom vaqa chiqili toz qolgandan boshlab, bu necha kunda avtobusga o'ltirdiganlar intayin ozlab ketgan edi. Quruq avtobusda haydab, qog'oz zavodiga mangan yo'lda 3-4 dan bir bo'lib, kala harvisiga o'ltirgan dehqonlarni uchratdi. O'ylab baqsam-mu to'g'ri. Jinidan ayrilg'ili toz qoldi. Ularning ko'nglidagi bu dog' xeyli cho'nqur bo'lishi mumkin. Shirkatga kelgandan keyin o'ylar kunduzdek yo'rib ketibdi. Balkim ichadiganni ichib bo'ldimiki, ustalda aroq ichishayotganlardan boshqa texmi ko'p qism odam turolmay qoldi. Texi ba'zilari ustal ostiga kirib uxlab ketibdi. Oxiri kelding, kela. Ikkimiz rosa bir ishlaylik, kela. Xiaoliu kelganimni ko'rib oldimga keldi. U meni tortib Lavuning yiniga o'ltirg'izib qo'ydi. Bu Lavu hozir ichib xudini bilmaydigan bo'lib, yeli buni inim desa, birdam uni aga deb, yana birdam tag'a deb. Aroqni bir aylantirib o'tgandan keyin Xiaoliu o'rnidan turib, xizmat binosidagi hojatxonaga ketdi. Qaytib kelganda Lavuga qarab yejaydi. Vaka, bugun ep kelgan mis qo'ng'iroq bo'lmaydi ekan-ku, to'xtab qopdi-ku. Mumkin emas. Lavuning ko'zlari chaychiyib, qo'lini ishxona binosiga tangladi. Bu degan, bizning ommaviy avtobus guruhining bosh lideri so'qqigan. Sen jiqchi bilib xato ko'rib qolsana. Bodak anglab, daldan shiginichi o'rnidan turib, Lavu ko'rsatgan ishxona binosiga qarab qo'ydi. Vaka, men seshtin nomus qilib, hojatxona bo'lmasa, hojat qilmaymiman. Hozir o'zim ko'rib boqaychi. Hozirli ko'rib men javobini beray. Uning gapini anglab, hammaylar qaqoqlab kulib ketdik. Bodakning seshtin nomus qiladiganligini butun shirkatdagilar biladi. Odatda yerim kechida hojatxona topolmasak, kichik tarafni hammasi degudek tomning bo'lini yoki daraxtning orqasiga qiladi. Faqat bodaklar qanchalik yiroq bo'lsa-mu, hojatxona izlaydi. Bodak o'rnidan turib maqdi. Biz davomli ishlayverdik. Uzun o'tmay tuyuqsizlar qilgan chiqiriq ovoz anglandi. Bu ichinishli chiqiriq ovoz o'yildiki hammaylarning masligini yeshibatdi. Tez qadamlar bilan xizmat binosiga kirsak, birinchi qavatning zalida Liu Xing bir bo'longda tugilib, mis soatni ko'rsatib turadi. Qarasa, mis qo'ng'iroqning yuzida qon izi bo'lib, oldida texi bir odam yukinib o'tirgan bo'lib, beshi qonga milinib ketibdi. Qaraganda hayot qololmaydigan o'xshaydi. Bu odamning kayindan qaramoqqa dal boya ustaldan ayrilib odatga chiqib ketgan bodak. Qattiq cho'chib gap qilolmay qolganimizda zalning agildigan yerdan bir odam chiqib keldi. Yerim kechida kim o vaqirgan, Bu odamni ko'rib hammaylar hong-tong qoldik. Bu boshqa odam emas. Dal bodak. Ikki bodak. 13-qism. Avat kuchi. Ikki bodakni ko'rib, hammaylarning badanidan sovuq ter chiqib ketdi. Sal qo'rqinchoqlari opa degunicha qechibmi ulgurdi. Sen bodak bo'lsang, bu kim o?
oxirida yanala Lavvu avval eg'iz ichib mis soatning oldida yukinib o'tirgan odamni ko'rsatdi. Bodak bu gapni anglab mis soatning oldiga qarab qo'rqinidan yerda o'ltirib qoldi. Bu kim o? Ha? Men bilan o'xshash kiyinyapti o. Bodak bugun oq ranglik pinjak, ko'k ranglik qisqa ishton, putiga lata oyoq kiyib olgan bo'lib, mis qo'ng'iroqning oldidagi odammi o'xshashla mushundoq kiyinib olgan edi. Hatto gullardan tortib opmi o'xshash. Lavvu qo'shimisini turib, yonfunni ilibla saqchiga ma'lum qildi. Saqchilar kelgandan keyin mis soatning oldidagi odamni yo'tkiganda, ondan bu odamning chiroyini ko'rdik. Bodak emas. Bu odam garchi kiyinishi bilan badan qurilishi bodak bilan opmi o'xshash bo'lsa-mu, lekin chiroyi xeyli farqlanadi. Saqchilar birinchi bo'lib bayqagan Liushingdan xotir qoldirdi. Bu Liushing bodak hojatxonaga menib 3 minutdan keyin mangan edi. Saqchilar naq maydonni pechatlab, bir-birlab so'roq qilgandan keyin naq 3 kun hapilishib, ondan pechatni ichibatdi. Bu necha kunda odam o'lganlik xabari shirkati tarqalib, kunda xushamad qilib osmonga chiqirib etdigan Lavvuning yinidimi odam qolmadi. Hamma odam biladi. Bundaq cho'ng ishni Lavvu cho'qim ustiga elishi va mas'ul bo'lishi kerak. Moliya ishxonasiga menib, Lavvuning ishxonasidan o'tganda Lavvu oldimga chiqib qoldi. "Vaka, nagmodas?" Lavvuda ilgirgidek xotirjamlikdan asar yo'q. Meni ko'rib, chiroyini ochmay beshini lingshitdi. Berib misoatni tashlab etaman. Soqchi tarafdan natija chiqibdimi? Bu odam bizning shirkatning emas-ku. O'lgur. Bu odam o'zini o'ltiryapti. Misoatga usib o'lyapti. Bu odam so'ramikan? Texi bodak bilan o'xshash kiyinib, bizning shirkatga kelib o'lyaptimi? Kim biladi deysan? Soqchilar bu odamni Xuyavshan kantining deydi. 2 kun avval uydan chiqib ketibdi ekan. Xuyavshan? U Ko'lchak kantining oldidagi kant-ku. Shu. Yura. Men bilan berib, jonni oladigan bu soatni tashlab etaylik. Deb qo'yib, Lavvu bilan birinchi qavat zalga tushdi. Lavvu Shaolyo bilan 7-yo'lni haydaydigan Lavlini chaqirib keldi. To'timiz mis soatni cho'rdab qo'l sag'anda g'alati ish yuz berdi. Ko'tranmadik. Oldingi kuni tez yo'llanma kelganda 2 odam bu qo'ng'iroqni ko'tarib kirgan. Hozir to'timiz ko'tranmadik. O'lgur. Qandaq shub ketdi bu? Ha? Bu eski qo'ng'iroq ko'p bo'lsa 200 jam. Nimish ko'tranmaymiz? Hey, rostli g'alita, dedi Shaolyo. Hey, vaka, esingizdami? Iliq kuni kechda hojatxonaga berib kelganda bu soat 2 da to'xtab qoldi ekan. Lekin hozir qarang, bir obdan turdi. Necha kun pechatliganda birasimi tutib baxmadi. Acaba soqchilar uni remont qildimi ya? Soqchilarning nada undaq vaqti bo'lsin. Avval uni yiqitaylik. Yiqsaqla ko'tirish oson bo'ladi. Ha, bilinglar. Biz bir tarafga o'tib kuchab ittardik. Lekin aniqla hech qanchalik eg'ir bo'lmagan mis soat o chaqda xuddi taqqa o'xshash metrlabmi qo'ymadi. Loli, Lavvu titildab yenidagi ustamga buyruq qildi. Berib, lontimir deb kela. Ko'taranmasak, yiqitamizaq, uni qo'mirib olaylik. Lavli beshini lingshitib, lontimir og'ili chiqib ketdi. Lavvuning qo'shimisini turib turganligini ko'rib so'rdi. Vaka, men yanala bosh shirkatning nemishqa bu koni soatni so'q qilganligini tushunmadim bu. Hay. Bosh shirkatdan xabar keldi. Bu soatni ular avatmabdi ekan. Ha? Shaolyo ikkimiz anglab, tangli ovoz chiqardik. Bosh lider Amerikada ekan. Menmi bu soatni zodi qaysi o'lgur so'q qilganligini o'ylashyapman. Undaqda sen nemishqa bosh shirkatdagi lider avatibdi dedi. Tez yo'llanmaning shundoq dedi. Shahardagi ommaviy avtobus guruhi avatdi dedi-ku. Yo'q, kunduzi boshqa ishim yo'q. Vaqtim bo'lsa tez yo'llanma shirkatiga berib so'rab baqa. Bo'ladi. Undaqda hozirli boray. Gap orlig'ida lomtimir og'ili chiqib ketgan ustam qaytib keldi.
Lavu ikkimiz ikki lom temir bilan mis qo'ng'iroqni qo'mirdik. Lekin qo'ng'iroq atrofidagi pol kesaklari chiqilib ketsa-mu, qandoqli qilmayli bu mis soat xuddi yildiz tortib ketgandek midirlabmi qo'ymadi. Ko'tiranmidik, yiqitanmidik, qo'miranmidik. Yerim kun hapilishib, üstü beshimizdan tar chiqib ketgan bo'lsa-mu, soat midirlabmi qo'ymadi. Qandoq narsa bu? Lavu ochiqdan mis soatni tepdi. Yildiz tortib ketdimi nima bu? Vaka, dedi Lavli tarni surtib tovan ovozda. Meningcha bu yerda o'lgan so'takning ro'yi soatning ichida qoldimi ekan? Men bir odamni taniyman. Bu jihatda xeyli yomon. Bo'lmasa uni tepib kelsam ko'rib boqsinmi? Ha, bo'ladi, chaqirib kel. Qanchalik pul ketsa, moliya bilim to'laydi. Yangi motor setib olamiz deymiz. Ha, ma'qul. Eli men u abandimga telefon qilay. Tushdan burungi tirishchanliklarimizning hech qanday roli bo'lmay, mis soatni yo'tkashdan voz kechib, o'zimizning ishiga maqtuq. Oshxonada tomoq yeyotganda Shavlimu men bilan birlikda tez yo'llanma shirkatiga boramiz deb turib oldi. Tushdan keyin soat 2 da Yartapan deb atiladigan tez yo'llanma shirkatining tarqitish o'rniga keldik. Bu tarqitish o'rni ancha cho'ng emas. Eshik oldiga tez yo'llanmalar egiz dövülünüp 30 yoshlar chamisidagi bir ayol eshik oldida sanab o'ltiribdi. Ada. So'rab baqsam. Oldingi kuni yangi ko'chadagi avtobus shirkatiga tez yo'llanma olgan ustam kim? Kulrang qisqa mayka kiyib olgan ayol qo'lidagi tez yo'llanmani tashlab, beshini ko'tarib menga qaradi. Hey, yeshingizmi xeyli bir yerga beribdi. Kimni hada davatisiz? Voy, xatolashibdiman, xatolashibdiman. Qizchaq. Menga deb bergan bo'lsangiz, uni izlaydigan ishim botdi. Bu ayol xushalligida eg'iz yo'g'on ichilib, qo'li bilan ichida o'ltirgan bir erni ko'rsatdi. Av bola shu, putini ko'chilayotgan. Yangi ko'chining narslarini shu to'shiydi. Eshikdan kirishimizga putini ko'chilayotgan bu er ko'rib, putini tushirib so'rdi. Ha, tez yo'llanma olamizlar? Yo'q. Biz yangi ko'chadagi avtobus shirkatining shofirlari. Oldingi kuni bizning shirkatga olgan cho'ng mis soatni siz olganmi? So'rab baqsam, bu soatni kim avatibdi ekan? Uni men olgan shu. Buni boshqa rayondan avatibdi ekan. Eg'izdili, menga ommaviy avtobus guruhi avatdi dedi. Ustiga avatguchining ismi yozilmabdi. Hey, undaqda kimning avatganligini belgili bo'lamdi. Bu bola ikkilinib qilib tovan ovozda dedi. Avatguchi yozmay qolsa, shaxsiy maxfiyatlik bo'ladi. O shundaq degandan keyin ko'zni bir peqirtib qo'shib qo'ydi. Ammo buni bir og'ayni menga topshirgan. Sizlarga surishtirib bersam bo'ladi. Ammo nima? Yondagi Shavliu anglab ongiga qilib qoldi. Shavliuni gap qilmaslikni ishorat qilgandan keyin yanchog'imdan 100 yuanlik pulni oldimdagi bolaga berdim. Undaqda sizni avar qildigan bo'ldik. Qanchalik tez bo'lsa, shuncha yaxshi. Okey. Bola o'ng so'l tarafiga qarab bitib, tezlikda pulni ilib yanchog'iga soldi. Telefon numarangizni qoldirib qo'ying. Tezda xabarini berman. Bu tarafdagi ishni bitirib, Shavliu ikkimiz shirkatga kelsak, Lavli ep kelgan jin tutadigan odamga uchrab qoldik. Bu odam beshiga qora shilapa, ustiga qora kiyim, qora oyoq kiygan. Qo'lida texi yana bir qora kunlik mubokan. Apandim hovliga kirgandan keyin kompasni ilib atrofni aylandi. Lavu qatorliq bizlar uning kanidan to'xtamasdan agishib maqdiq. Shirkat binosining orqasiga kelganda, eliqi tashlandiq 2 qavatga bu apandim xeylig'icha qarab ketgandan keyin kaynidagi Lavuga dedi. Bu koni binoni nemishqa chaqmidinglar? Bir obdan yer sharoitini buzib etibdi. Bu 2 qavatning ishiga men tabiiy qiziqaman. Ikkinchi qavatdagi arxiv ishxonasida Lavtanga munosabatlik 3 hujjat papkasidan men faqat birini olgan. Qolgan ikkisini ilishga ulgurmay turibla bunchalik ko'p ish chiqdi. Bu binoning ichida ba'zi koni motor degandek narsalar bor. Iskilat qilib ishlatdik.
Lavvu yolg'on gap qildi. Bu ikki qavatning ishiga hem etilgan. Hech kim kirib ko'rib boqmagan. Shunga Lavvuning bu gapidan hech kim gumon qilmadi. Lekin men undaq emas. Men kirib boqqan. İçideki arxiv ishxonasidan boshqa uylarning hammasi quruq. Efendim, beshini ling'ishitib qo'yib, kompasni elib, xizmat binosi oldiga kelganda chiroyi sal o'zgardi. Efendim, biror narsani bayqadingizmi? Efendim, Lavvuning savoliga javob bermay, tez qadamlar bilan mangdi. Bizmi uning kaynidan agishib, birinchi qavatning zaliga keldik. Birinchi qavatning ishiga o'diliga to'g'ri keladiganini palampay bo'lib, bu mis soat palampayning o'ng tarafiga qo'yilgan edi. Efendim, bu soatga xeylig'icha qarab, beshini ling'ishitdi. Ondan yana chayqidi. Oxirida burilib so'radi. Bu soat nereden kelgan? Nereden kelganini bilmadik. Necha kun avval birsi avatib ekan. O degan xeyli yomon narsa. Efendim, qo'shimizini turib oldirmay so'zildi. Odatdagi odam bosolmaydi. Faqat shu malla boshqa hech kim bo'lmaydi. Undaqda ustoz, sizni avar qiladigan bo'ldik. Bugun kashda mushiyada qo'naman. Sizlar bozorga berib, qora mushukdan birini setib olinglar. Butunlay qora bo'lsin. Biror tal tuki boshqa rangda bo'lsa bo'lmaydi. Bo'ladi. Ma'qul. Yanicha, ha? Lavvu tezda ma'qul bo'ldi. Boshqasi lozim emas. Bu qo'rodi yotoq bormi? Siz rahbarkansiz. Bugun kashda ketmang. Bo'lamdi, bo'lmamdi. Bugun kashga qaraymiz. Ma'qul. Undaqda men bu yerda qolay. Leo, Sholyo. Bugun kechlik ismingda, bugun kashda sizlarning yotog'inglarda qo'nib turay, ha? Beshimni ling'ishitib qo'ydim. Lavvu yasalmiliqqa haqiqatan ust ekan. Odatda kunda tashlandiq ikki qavatda turadigan ishingni meni bilmaydi deganman. Hamma ishni o'rinlashtirib bo'lgandan keyin ko'pchilik o'z ishlariga maqdi. Men Lavvu bilan bozorga berib, qora mushuk setib oldik. Lavvu qora mushukning tukini bo'ydimikin deb ansirab, necha qitim yug'andan keyin xotirjam bo'lib shirkatga qaytdik. Nihoyat tezlik qorong'i tushdi. Soat 9 bo'lganda shopurlarning hammasi ishdan tushib, shirkat qo'rosida faqat men, Sholyo, Lavvu, Lavli va qora kiyimlik apandim qoldik. Apandim qarmoqqa nihoyat ishonchi bordek. Kunlikni tutib, qora mushukni quchoqlab, bizni qaytib turishni, ish bo'lsa kammasligimizni aytdi. Yotoqqa qaytgandan keyin Lavvu yanada xotirjam bo'lolmay, qo'lini kayniga qilib, yotoq ichida oldi kayniga mangdi. Bugun Sholyo avtobus haydaydi. Lavli ikkimiz uyda televizor ko'rib qoldik. Yerim kechigacha hech qanday ish bo'lmagandan keyin Lavvuning yuragimi o'rniga tushib, Sholyoning karvatida birdan mugitib oldi. Soat 2 bo'lganda mening hiliqi quloqni yorug'idek kichik olma degan yanfun muzikam anglanib, Lavvu ikkimizni qattiq cho'chitib etdi. Qarasam Sholyo uribdi. Tez birinchi qavat zaliga kelinglar, ish chiqdi. Sholyo jiddilashib ketgan bo'lib, yaxshi ishdek qilmaydi. Lavvu ikkimiz sapmi kashni kiyibla birinchi qavatga tushdik. Birinchi qavatning zalida Sholyo qattiq qo'rqib ketgan holda eshik oldida turgan bo'lib, bizning kelganligimizni ko'rib, tezlikda yugurib keldi. Necha kun burunqi kechiga o'xshash, mis soat ustida qon yo'q. Oldida xeyli burun o'lgan bir odam yugunib o'ltirgan bo'lib, dal qora kiyimlik apandibga. Lavvu menga saqchiga ma'lum qilishni aytdi. Yanfunimni ilib qarasam, texi o'qilmagan qisqa uchur turibdi. Dal tushdan keyin borgan tez yo'llanma shirkatidagi hiliqi bola avatibdi. Aka, siz so'ragan tez yo'llanmani kimning avatganligini tekshirib chiqdim. Avatgan adresi Huayuan yo'li 2386-numar. Avatkuchi Liu Yunbo.
14-qism Xuyavshan. Bir hafta ichida mis soat oldida 2 odam o'ldi. Bu ish nihoyat tezda tarqalib, bizning yangi ko'cha avtobus bekitining nomini butun shaharga tarqatdi. Jamiyatda g'ulg'uli ko'tarilib, mis soatning odam o'ldirganlik ishi ko'plagan to'quvchilarning qo'lida hikoya bo'lib tarqaldi. Necha kun o'tmayla ommaviy avtobus guruhining odami kelib tarqatgan ilg'or kollektiv qizil bayrog'ini yig'ib oldi. Lavu bu necha kunda intayin aldirash. Shahar, bosh bekat, JX idorasi orlig'ida chepib yurib, qo'ngi ishxonasidagi o'rindiqqa tegib baxmadi. Uning ishxonasida choy ichib o'ltirdigan kunlarimi oxirlashdi. Qora kiyimlik apandim o'lgandan keyin birinchi qavatning zali butunlay pechatlanib, barliq xizmatchi xodimlar yon eshikdan kirib chiqdi. JX idorasi aslida mis soatni ep ketmoqchi bo'lgan. Lekin bizga o'xshash o'ng'aysiz ahvolga tushib, yo ko'taranmay, yo ittiranmay, yo qo'miranmay qoldi. Shu ish sababidan shaharlik JX idorasining rahbarlari necha qitim kelgan bo'lsa-mu, lekin hech nima qilolmay ketdi. Oxirda birisi uni portlatib etishni aytdi. Lekin portlatishdan keltirib chiqargan ta'sirini o'ylab, yanala avval pechatlab qo'yib, ishlarni tekshirib aniqlaganda ondan bir taraf qilmoqchi bo'ldi. Tez yo'llanmadagi bolaning yo'llagan uchuri yon fonimda saqlangan bo'lib, agar bu uchur bo'lmasa, butun dunyoni paraz qilgan bo'lsam-mu, bu odam o'ldirgan mis soatni men eng ishongan Lyoyinbo ustoz avatganligini bilmaydim. Mis soatning odam o'ldirgani amaliyot. Endi aniq bo'ldi. Bu Lyoyinboga endi ishonishga bo'lmaydi. Hozir uning nemishqa shirkatimizga bundoq odam o'ldirdigan razil soatni berganligini paraz qildigan kayfiyatim yo'q. Ansiraydiganim, bu yarim oydan ko'proq vaqt ichida uning bilan aloqalashganim, o'zimga yana qandoq baloyi ofatlarni ep keladiganligini bilmayman. Qora ranglik qo'l zanjiri, qonga milangan lata. Mayli u nima qilmoqchi bo'lsin, men ahmoqlarcha uning chakiri bo'ptiman. Bu necha kunda aldirash bo'lib, izchil Bayfan bilan aloqalashmoqdiman. Attigan u xabar ko'rib, menga uchur yo'llab ahvol so'rabdi. Uning qo'rqib ketishidan ansirab, bu ikki odamni o'zini o'ldiribdi dedi. Bayfan menga uning Shinjinga komandirovkaga chiqadiganligini, qaytib kelganda meni tamoq taklif qiladiganligini aytdi. Hozirgi bunday ahvolda rostla muhabbatlashganda kayfiyatim qolmagan edi. Karvatda yetib, yaqinda uchratgan odamlarni bir-birlab o'ylab, natijada qalayma-qallashib ketdim. Ishning murakkablik darajasi butunlay kontrolligini yo'qotgan edi. Shavliyo qopig'imning turilib ketganligini ko'rib, meni ko'proq orom elib, o'rnimda o'zi haydaydiganligini aytdi. Bu necha kunda menga kelgan zarbalar garchi ko'p bo'lsa-mu, yanala bu Shavliyoning holimdan xabar ilishi bilan eg'ir bilinmadi. Kashda ichim pushib, bir yashik pivo setib olib, yotoqda ish pushig'imni chiqiray degan. Lavvoning kuzatxonadagi bovoyni tanqidlayotganligini ko'rib qoldim. Voy, Shavli. Lavvo meni ko'rib oddiygina ahvollashdi. Shirkat qalaymi qolishib ketsa, sen nimani tabriklaysan? Nimani tabriklaydim? O'ng'aysizlanib beshimni chayqadim. Yaqindagi ishlarning jihlig'ida uxlayolmay, azroq aroq ichib baqay degan shu. Ha, bo'lmi bo'g'dak. Mening qo'sug'im ko'pib turdi. Ikkaylan bir ichayli. Yura. Ha, ma'qul. Lavu men bilan yotoqqa qaytdi. Romkini so'qishtirmay turib, Lavu yarim botolki pivini qo'saqqa qo'yib etib, eg'izini surtib-atgandan keyin tillashga boshladi. O'lgir. 50 yil yashaptiman ey, 50 yil. Tunji qitim bundaq ovolchilik qilishim. Hay. Lavu odatda shirkatda xalqning xushomatiga erishgan. Bir disi ikki demaydigan odam. Bu ikki odamning o'lishi garchi uning bilan bevosita munosabatlik bo'lmasa-mu, lekin ish uning yerida chiqqan bo'g'ashqa, bu mas'uliyatni ustiga olmay amal yo'q. Hey, vaka. Mis soatni avatgan odamni surishtirdi. Lyoyinboni to'lamsan. Bu odamni soqchilarmi mendan so'rdi. Lekin men to'lamasam, bu yillarda men muhaqning tishiga tegadigan ishni qilmagandim.
Men Lavvuning maxfiyatligini bilaman. Uning tashlandiq binoning arxiv ishxonasi o'dilida turdiganligining o'zi oddiy emas. Lekin u deyishni xolamagan ekan, menmi boshqa amal bilan gap olaman. Kela aka, ko'taraylik. Lavvu faqat 20 minutli ishdi. Vaka, chivinmi shaltig'i boyagi qo'nidi. Obdanroq o'ylab baqa. Yana bir ishlar bormi ekan? Bir tarafdan haraq ishkash chandurmasdan so'rdim. Birasidan chiqg'o tagmidim. Agar bor desak, hammasi 10 yil burunqi ishladigina. Bu gapni anglab ruhlanib qoldim. 13-yil oxirgi avtobusni haydagandan boshlab izchil 10 yil burunqi shu qatnash voqeasini cho'rdab yurdim. Hozir o'zimni qutuldirman deydi ekanman. Undaqda hech bo'lmasa yaxshi yomon odamni ayirib olishim, ishning oldi-keyinini bilishim kerak. Araqni Lavvuga berib chandurmasdan so'rdim. 10 yil avvalgi suv omborining qatnash voqeasini bilaman. U zodi qanday ishga? Voy. U ish bilan munosabati yo'q. Men 10 yil ilgari Xuya o'shanda bir qitim olvas tukagan. Nima? Olvasdi? Lavvu romkisini men bilan so'qishtirgandan keyin yerimini ichib etib, cho'nqur nafas oldi. 90-yillarda texi mashina haydamagan. O yilisi Xo'yavshan kentida bir yana ko'tarayilib, at yozda teriqchilik qilay deb og'dirvassam, yo'lvosna qishlik mis yarmoq chiqib qoldi. Mis yarmoq? O degan madaniyat yodikorligi yaxshi-ku. O'lgir. Pulni yaxshimi? Ayni chaqda menmi ozroq pulga yarab qolamikin deb o'ylagan. Uningdan boshqa ostida qadimiy qabr bormikin deb gumonlangan. Shuning bilan bir necha og'inamni boshlab kelib, kundi kechdi odam yo'q vaqtida ostiga qo'lidik. Lavvu so'zlab bu yerga kelganda, ko'ngli yerim bo'ladigan bir ishni esiga olgandek uzundan uzun uhsinib ketdi. Shu yerni qo'lab, rastli bir lahmi chiqib qoldi. Shuning bilan ostiga tushdik. Shundaq diqqat bilan anglayotganda Lavvuning ko'zi qizirib ketganligini bayqab, piv botolkasini uning bilan so'qishtirib ichib etdik. Lavvu birdan turib olgandan keyin davomlashtirdi. Bu lahma uzun ham qorong'u. Boyliq ko'zimizni etibopti ekan. Chaqmoq yondirib, gurjak bilanli ichiga kirdik. Natijada qarasak, aslida olvasdan o'sgan. Hammasi olvasdi. Burilib qochdigan vaqtimizda Lavsan yiqilib tushgan. Olvaslar uni yavatdi. Nima olvasdiga? Anglab qo'rqishga boshladim. Bir ko'rgan odam ikkinchi qitim qarashga petinolmaydigan narsa. Lavvu ko'zini yumib shundoq dedi. Ondan tuyuqsizla bir ishni esiga olganda qilib ko'zi beqirab ketdi. Rost. Soqchidan anglashimcha, bu soat 2 yil burun Xuya o'shandan chiqib ekan. Keyin boshqa birsi kent boshlig'iga yo'l menib, buni ep ketib ekan. Menimcha, balkim mushu Lyoyun bo'lishi mumkin. Kent boshlig'i yo'l menib? Lavvuning bu gapi meni askartdi. Agar soat Xuya o'shandan chiqqan bo'lsa, undaqda Lyoyun bu soatni olgan odam bo'lishi mumkin. Lyoyun bu kent boshlig'iga yo'l mang'alagan ekan, undaqda kent boshlig'i bilan obdan tonish degan gap. Lyoyun bu bilan Lyotaga zodi yaxshi odammi emas? Odam yoki jin ekanligini kent boshlig'i bilan ko'rishsamda bilaman. Lavvu bu ishlarni degandan keyin saranglachi ichib, uzun o'tmayla ustalda yetib qoldi. Ikkinchi kuni saharda Xuyavshanga boradigan bilet oldim. Shaolyo unimig'inimig'i qaramay agishib olgan. Amalsiz ikkaylan birinchi avtobus bilan Xuyavshanga chopdik. Xuyavshan Ko'lchak kentidan oldiga 20-30 kilometr yiroqlikda bo'lib,
u yerga borganda tush bo'ldi. Kentga kiribla bir xil sovuqni his qildim. Bu temperaturning tuvanligi emas, balki kentliklarning bizga qaragan ko'zi boshqacha edi. Kentliklarning ko'pinchisi bolalar, yoshlar va cho'nglar bo'lib, o'ttir yoshliklar intayin ozgan. Yo'ldan kala haydayotgan bir bolani tutib so'rdim. "Hey, og'ayna, kent boshlig'ining uyi nerede? Bu bola nursiz ko'zlari bilan bizga xeylig'icha tikilgandan keyin tuyuqsiz hijiyib ketdi. Uning bu hijiyishidan Shavliu ikkimiz andikib ketdik. "Og'ayna, kulmay tur. Kent boshlig'ining uyi nerede? Uni izlaydigan ish botdi." Bu kala haydayotgan bola eg'izni bargan seri yo'g'on ichib, tuyuqsizla kulkidan to'xtab, so'rin talatga o'tdi. Uning bir jup nursiz ko'zining so'g'uqligi odamni andiktiratdi. Shavliu yana eg'iz ochmoqchi bo'lgan. Uni tatib oldiga qarab maqdi. Yo'l bo'yi kala haydayotgan bolaga o'xshash odamlar intayin ko'p bo'lib, 2-3dan so'ragan bo'lsaqmi, ularning inkosi intayin osti bo'lib, bizning gapimizni tushunmagandek qiladi. Yana ularning ko'zi sovuq, umidsiz ham nursiz. "Odosh," Shavliu qo'rqib tuvan ovozda so'rdi. "Boyqidimi? Bu kentliklar sal g'alati turdi." "Ha, shundoq. Rostli g'alati ekan. Ammo ishqisi yo'q. Kunduz tursa, nimadan qo'rqsan? Qara, ularning ko'ziga xuddi ayvonlar yemaklikni ko'rgandeklar." Shavliuning bu gapidan andikib ketdim. "Qalaymoqqa gap qilmag'ina. Ayvonotlar dunyosini jiq ko'rib ketibsan." Bu kentliklarning ozroq g'alati bo'lganligidan boshqa bizning yurtdagi dehqonlardan farqi yo'q. Kesak tomliq o'yla, etizlar, yana bir xil yiqishliq tuyg'u. Yo'lni bo'ylab kent beshiga keldik. Bu yerning uchil tarpi etiz. Oldida yo'l yo'q. Yo'lning oyig'ida bir ko'ni quduq bor ekan. Quduqqa qizil raq o'ralgan bo'lib, to'rt tarpiga qizil bayroq qadilibdi. Garchi bizning yurtmi kent bo'lsa-mu, lekin qo'l bilan bosadigan besim qudug'i ishiltimiz. Bunda qadimki dugilak quduq eg'izini mening tunji ko'rishim. Shavliu ikkimiz qiziqib, oldiga berib quduq ichiga qarab boqayli deb tursak, tuyuqsizda kaynimizdan birisining ovozi anglandi. "Hey, herkes qarmanglar." Burilib kaynimizga qarasak, voqirg'ini 20 yoshlar atrofidagi yosh yigit bo'lib, usti beshi loy, beliga o'rg'a qistiryapti. "Sizlar shaharga keldinglarmi? Kimniki kelgan?" Bu yigitning gap qilishining normal ekanligini ko'rib, boshqacha xushal bo'ldik. Biz shahardan kelgan. Kent boshlig'ini izlaydigan ishimiz botdi. Uning uyining nerdaligini bilamsan? O tarafdagi qorosida traktor bor qorashu. Yigit sharq tarafdagi bir kesak uyini ko'rsatib shundoq degandan keyin ketib qoldi. Shavliu ikkimiz u ko'rsatgan tarafni izlab maqdik. Kent boshlig'ining qorosi intayin cho'ng bo'lib, qoro ichidagi 3 yerga qo'noq dovlab qo'yibdi. Yana bir tarafda traktormi bor ekan. Eshik ochiq. Eshikni ursak birsimi chiqmadi. Shuning bilan uyga kiraverdik. Uy ichi intayin oddiy. To'pkanga yotgan tizilgan. Yerga qo'yilgan ustal va bir necha gul tashtigidan boshqa hech nima yo'q ekan. Shavliu uyga kirib, kongning yenidagi tomig'i tikilib, xeylig'i chiqargandan keyin tuyuqsizli menga varqirdi. Odosh, bu yoqlar. Ma'usratdikilar kimga qarab baqa? Bu tamga nurg'un suratlar esilgan bo'lib, Shavliu ko'rsatganiga qarabla gap qilolmay qoldim. Bu suratdikisi 5 nafar harbiy forma kiyib olgan yosh bo'lib, sol tarafdagi birinchisi dal Lavvu ekan. Lavvuning yanida uning mursiga qo'lini qo'yib olgan odamni Shavliu tonimaydi. Lekin men mangu unutmayman. Bu odam pakar, semiz, o'ng yuzda pichoqning tatug'i. Dal Liu Yunbo. Tunagan oqshom Lavvu iniq qilib, Liu Yunbo degan odamni tonimayman degan. Suratga qarasam, ikki odam mursiga esilishib, intayin yaqindek turdi.
Buni ko'rib, peshonamdan ter chiqib ketdi. Uning yiniga qarab saptikanman. Tas qoldim yerda o'ltirib qolg'ili. Lyoyun boning yinida uning mursiga qo'lini qo'yib olg'ini 10 yil ilgirki birinchi navbatlik shopir. O'lganiga 10 yil bo'lgan Lautang. On 15 qism. Qizil ko'ynaklik ayol. Surat ichidagi 5 odam rangli harbiy kiyim kiyib olgan bo'lib, ikki-ikkidan mursini tutib, qarmoqqa yaqin sirdoshlardek ko'rinadi. Lyoyun bo bilan Lavuning surat ichida bo'lishi meni qattiq cho'chitdi. Lekin texmi o'ylab baxmaganim, Lautang bilan Lyoyun bomi ko'ni tanishlarkan. Ümidsizlik ichida tomdagi rangsiz suratga tikilib, o'ylagan seri o'zimni bechoradek his qildim. Bu nechiqiri meni piqirtib o'ynabdi emasmi? Dal mushu vaqtida g'ij qilgan ovoz bilan 70 yoshlar chamsidagi bovoy eshikni ittirib kirib keldi. Bu qeri beshig'i chig'ish shlapa, ustiga oq pinjak, qora nilon ishdan kiyib olgan bo'lib, bu uyning egisi Huayavshan kentining kent boshlig'i bo'lsa kerak. Ikkinglar. Bovoy Shaolyu ikkimizni ko'rib gumonlanib so'rdi. Siz kent boshlig'i deyman. Aldiq bir qadam menib qo'l ilishdim. Ikkimiz shahardan kelgan. Sizdan so'raydigan ozroq ish botdi. Nima ish? Kent boshlig'i beshimdan oyog'imgacha qarab etdi. Kent boshlig'i, sizdan bu suratdagi odamlarni so'rmoqchidim. Shundaq degash, tomdagi rangsiz suratni ko'rsatdim. Kent boshlig'i tomga qarab qo'yib, gumon nazarda menga qaragandan keyin kaynimdagi Shaolyu'g'imi qaradi. Qandaq? Ularni so'rab nima qilmoqchi? Kelgan vaqtda men faqat mushu Lyoyun bo degan odamni surishtirmoqchi edim. Lekin tomdagi suratni ko'rib, o'zimning bakli kichik ekanligimni his qildim. Bu 3 odam ilgari birsi do'stim, birsi rahbarim, birsi shafoatchim edi. Lekin ko'zni yumib ochguncha hamma ish o'zgarib, ikki dunyoga tava bo'lib qoldik. Aslida bir ramkada bo'lishga tegishli bo'lmagan odam bir yerda paydo bo'ldi. Hozir tushunmoqchi bo'lganim 3 yil isi. Kent boshlig'ining ho'sharligining ustunligini ko'rib, odil etishga petinamay agitib so'rdim. Kent boshlig'i, amaliyotda meni suratdagi Lavu Vubavga tanishtirgan. U menga sizdan ayni chog'dagi yo'lvos naqshli yarmoqning ishini so'rashga avatgan. Yana bir qitim astoydillik bilan oljoq so'zildim. Ularning murakkab munosabatini bilish uchun Lavu tunaygun oqshom mas bo'lib qolganda aytgan gaplar bilan kent boshlig'ining eg'izini ochmoqchi bo'ldim. Buning unumi yomon emas bo'lib, kent boshlig'i mis yarmoqning gapini anglabla ko'zlari chakchiyib ketdi. Qandaqa, O kitobni elib to'ymabdimi? Yana mis yarmoqdami olmoqchimi ekan? Ayni chog'da deyish bo'lgan-ku. Shaolyu yonda anglab tushunmay meni ittirib qo'yib, to'van ovozda so'rdi. O'dosh, nima deyapsan? Osroqmi tushunmadim-ku. Shaolyuga ko'z ishorasi qilgandan keyin kent boshlig'idan davomli so'rdim. Lavu o'zining mis yarmoqni unutmaydiganligini aytdi. Yana kallam ishlab Lyoyun bo'nimi tilga oldigan fursat topdim. Yana 2 yil ilgari bayqagan ilqi mis soatmi bor? Kent boshlig'i anglab titildab, beshiga kiyib olgan chig' shlapsini yerga kuchab otdi. Haramliq, nima qilmoqchi ekan zodi, Kitobni og'inni ozdab, qolgan ikkisiga mu ko'zini qizartib atanda. Shundaq. Lavu 2 yil avval Lyoyun bo kelib mis soatni ib ketganligini anglab qattiq ochiqlandi. Nimaga ochiqlaydi ekan? Ayni chaqda eliqa olvosni o'nkirdin. Agar men ularni qutuldirmagan bo'lsam, bu qeyri so'ldak shu yerda o'latdi. Kent boshlig'i shundoq degandan keyin ochig'i chiqmagandek yana dedi. Uning ustiga Lyoyun bo 2 yil oldida mis soatni og'anda pul qajlagan. U Vubavko degan qo'nch so'ltak
ayni chog'da kitobni akakanda bir dadanga mutashlamagan. Bovayning qiltaqqa tushganligini ko'rib, ko'nglimda xushal bo'lib, texmi jiq gap almoqchi bo'ldim. Kent boshlig'i, ish qo'y shundoq. Lekin Tangshanshan degan bu odam men hozir Lautangning ular bilan nima munosabati borligini bilmagachga, qalaymaqan to'qishqa petinolmay, faqat ismini aytib, qag'inni kent boshlig'iga topshirib berdim. Tangshanshan onun o'lganiga 10 yil bo'lgan tursa, u balki uni tilga ilib nima qildi ekan? O'limiga yadin kent boshlig'i Lautangning o'lganligini bildi ekan. Buni davomli so'zlasam bo'lmoqdak. Shunga gapni burib etdim. Kent boshlig'i, sizmi ochig'ingizni besilang, ha? Lavuning meni avatishiga amaliyotda menmi qo'shilmagan. Boshqasini demay turay. Lavu bilan Lyoyunboning munosabatida u Lavu bundoq ish qilmasligi kerakdi. Kent boshlig'i o'sinib qo'yib, Lavu ikkimizni o'ldirishga taklif qildi. Biz Kangning qirida o'ltirib olgandan keyin kent boshlig'i eg'iz ochdi. Ona soltak ayni yili askarlikdan chekingandan keyin munosabati yaxshiligidan tos qolgan bir ishtanni tankigili. Lekin ozroq pulga yarag'udak narsani ko'ribla dushmandak bo'lishib ketdi. Kent boshlig'i bu gapni deganda gumon nazarda o'ylashib beqib mendan so'rdi. To'g'ri emas-ku. Bu yo'lbos naqshlik yarmoqni o'tgan yili Shavvonga o'tkazib bergan. Bu ishni u biladi. Balki seni yana nimaga avatdi? Kent boshlig'ining bu gapidan inkos qilinmay, damalliqqa eg'izim tuvoqlanib qoldi. Kent boshlig'i mening bu holatimni ko'rib, bir ishni bayqagandek so'rdi. Kimlarni deyman-ta, ha? Mendan gap olmoqchi bo'lib etibsizlar-da. Shunaqmi? Ishning oshkorlanganligini ko'rib, davomli so'rashga yuzim chidamay, o'ng'aysizlanganligimdan kulib qo'ydim. Sat bo'ldi. Siz bizdan shuncha cho'ng tursangiz, qandoqsiz gap olay? Asosligi sizni yo'qlab kelgan shu. Kent boshlig'i bu gapni anglab, atrofga bir qo'r qarab o'tgandan keyin chiroyini so'rlashtirib so'rdi. Yolg'on aytma bala, ha? Yolg'on aytma. Ikkinglar quruq qo'l kapsizlar. Nima meni yo'qlab kelgan bo'lsan? Ichimda o'psinib qo'ydim. Yanıla qiyirlarga tang kelib bo'lmoqdak. Mayli qanchalik qiyirsun, yanıla shunchalik aqlliq. Yanchug'imdan 200 yan pulni ilib, kent boshlig'iga berdim. Kent boshlig'i, kelganda avtobusga ulgurimiz deb sizga sovg'at elishni unutib qoldik. Mana pulni ep turing, ha? Kent boshlig'im takalluf qilmay, qo'lini so'zibla pulni ilib, ejib qo'ydi. Xeyli aqlliqkansan ha balam. Tas qoldim-a. Men qiyri damonga tushib ketgili. Kent boshlig'i bak aqlliq bo'lib, bu yerga kelganda uningdan amdi gap ilishimiz mumkin emas. Kent boshlig'i bilan takalluf qilishib eshikdan chiqdik. Kent boshlig'i bizni yo'lgacha uzitib chiqdi. Mashinaga chiqadigan vaqtida kent boshlig'i kaynimdan tortib qo'yib, qo'liqimga dedi. Balam, agar yana bilmoqchi bo'lgan ishlaring bo'lsa, kelar qitim kel. Sovg'at akama 200 ko'y bo'lsa yetadi. Mashinada Shavliu hech nimani tushunmay savol so'radi. Lekin kallam o'mash bo'lib ketgachga uningga tushundirgimmi kammidi. Bu Xuyovshanga to'g'ri gapdimi? Hech bo'lmasa o'zimning ishonch tizimligimdan bir necha odamni xotirjam o'chirib yetalaydigan bo'ldim. Lyoyunbo, Lavu. Bu ikki odamning maxfiyatligi bak ko'p gap. Mening biladiganim faqat cho'ng tog'ning bir burjiga bo'lishi mumkin. Kent boshlig'i aytgan Lavu ep ketgan kitobga ancha qiziqmadim. Guhar bo'lgan taqdirdami, necha 100 millionga yorisimi? Mening jinimga silish turganda arzimas narsa. Shavliu gap qilmaganligimni ko'rib, g'o'donshidi. Seni daymanda
shuncha yiroqdan kelib hech nimani tushunolmay texi 200 ko'ymi chiqim qildim. Ahmoqmi yo sen, ha? Ha. Kulib beshimni lashitdim. To'g'ri, men ahmoq. Shuncha ko'p odamga ishinib, oldida maymun o'yini qo'yib berdim. Tuyuqsizlar shirkatda o'lgan 2 odam esimga kelib, Shaolyodan so'rdim. Hey, Shaolyo, sendan bir ishni so'ray degandim. Biz odatda qog'oz zavodidan qaytib kelganda ishib ketsa soat 1 bo'ladi. Shu kuni sen qora kiyimlik apandimga ish chiqqanligini bayqaganda soat 2 dan oshgan. Orliqda nima ketdim? Hay, demayli qo'y. Shu kuni suv omboriga kelay deganda bir ayolning suv omboriga sakramoqchi bo'lganligini ko'rib qoldim. Nima? Nima deysan? Shu emasmi? Shu kuni oy nuri xeli yo'roq. Yiroqdilla suv omborining yanida bir turganligini ko'rdim. Hey, mashinadan tushdingmi? Tükürgümni yutib, yuqori ovozda so'rdim. Berib u ayolni qutuldirdingmi? Shaolyo gumon nazarda menga qarab beshini lingshitdi. Qaramoqqa hech qanday benormallikni bayqamagandek turdi. O'rindiqda turib, burilib uningga qarab, bolamga tarbiya qilgan ohangda so'rdim. Shaolyo, shuncha yoshga kirib, jinni ko'migan bo'lsam-ku mayli. Lekin jinning kinosini mu ko'miganmi? Yerim kech soat 12 dan oshganda, ha? Shunda cho'l jazirdimi mashinadan tushishga petindingmi? Ozroqmi qo'rqmadingmi? Voy. Odash, sen rost gapni qilsam, ochig'ing kamsan, ha? Men azaldan dunyoda jin borligiga ishonmayman, qo'rqmayman. Uni tilib bitaymikin deb eg'izimga kelgan gapni yutib bitib, to'van ovozda so'rdim. Ha, ondijo. U ayol qizil ko'ylak kiyibdi-kan. Yerim badini suvga kirib qopdi. Elimni kuchim borgan deyman. Uni shundoq bir tortib bir chiqarib oldim. Qizil ko'ylak deganni anglab, yuragim eg'izimga qopsilib qoldi. Yo'l bo'yi Shaolyo bilan qaytib paranglashmadim. Avval u qutuldirgan ayol odammi emasmi demak turay. Uning mushundoq oq ko'ngil, soddalik bilan bu murakkab dunyoda mavjud bo'lishga faqat mos kelmaydi. Bo'libmi, bundoq odamlar emas. Ya'ni jin olvosda bor dunyoda. Eng qo'rqinchligi, sen texi qaysilarining qaysilarining odam emasligini farqlantira olmaysan. Shundan keyin soat 6larda Shaolyo ikkimiz shirkatga keldik. 2 qitimliq jon vaqasidan keyin shirkat ichining kayfiyati intayin og'ir edi. O'yildagi shopir ustamlarning hammasi aloqzori kayfiyatda bo'lib, ularning ilgari shimishga chiqib, choy istakanini ko'tarib yurgan holdan asarmi yo'q edi. Kent boshlig'idan erishgan uchurdan hozir barliq odamga ishonchimni yo'qotdim. Amdilikda Lyoyin bu etgan har bir eg'iz gapdan gumonlanishga boshladim. Hatto meni cho'qim davomliq 13-yo'l avtobusni hayda degan gapim bor. Shu kuni kashda yotoqda xeyli uzung'icha psixika urush qilib, oxirida kech soat 11 bo'lganda yana avtobusni haydab maqdim. Sababim intayin oddiy. Agar Lyoyin bu mushu gapda meni oldimagan bo'lsa, undaqda bekorga o'lib ketaman. Bu necha kunda kechilik isminiga chiqmay, bo'libmi, mis soat odam o'ldirgandan keyin ko'nglimdagi besim ilgirkidan eg'irlashib ketgan edi. Bugun kecha intayin salqin. Oy nurimi yo'q. Bosh bekatdan qog'oz zavodiga yanada qo'rqmadim. Qaytdigan vaqtida suv ombordan o'tganda mayni dassab tez suratda o'tib ketmoqchi bo'ldim. Suv omboriga yaqinlashganda bo'lsa, ichim pushib, suv ombor tarafga qarab qopdim. Qaramasam-mi bo'pti ekan. U yerda bir odamning soyisi suv ombor tarafga qarab mengibdi. Orqasidan qaramoqqa ayol kishidek qilindi nima. Soatga qarabla hang yiqib qoldim. Kech soat 12 dan 15 minut. O'ylamoqdim. Shaolyo kunduzi menga aytgan ishni kashtali uchratdim. Avtobus tez suratda ketib o'tdi.
agar tormozni dastamasam qutuldirishga ulgurolmayman. Qanday qilaman? U odammi yoki jin? Qutuldiraymi? Ay. İçimde titildab ketyapman. Jinligini jazmlashtirmagan ahvolda birisining o'liman deyotganligini ko'rsangiz, qutuldirmay qolamsiz. Lekin men tushib qutuldirmoqchi bo'lsam, undaqda Shaoliyga o'xshash ahmoq bo'lmamdimi? Kallam qalaymi-qallashib, olqinimdan ter chiqib ketdi. Oxirgi necha sekundda tishimni tishlab, yanili tormozni dastadim. O'ldir. Ölsem öldüm. Kim beni iç-içidan yaxshi odam bo'lsin debdikan. Avtobusni to'xtatib, su ombar tarafga yugurib berib qutuldiray deb qarsam, u bir qizil ko'ylak kiyib olgan ayol ekan.